Biz hozir yangi YouTube videoni o'sha montajini boshladik va mana hozir yangi bitta g'oya kelib qoldi. Ya'ni birinchi o'rinda sizlarni va o'zimni tabriklayman. Biz 2.800.000 obunachiga erishdik va bizga oxirgi 28 kunda 250.000 ga yaqin inson obuna bo'ldi. Va siz turganingizdek 3 million obunachiga juda ham kam qoldi. Va xuddi shu paytda mana bir yoshlikdagi orzuyim esimga tushib qoldi. Va bu ham bo'lsa, men yoshligimda juda ham mashhur bir rossiyskiy amerikanskiy youtuberlarni juda ham katta fan встречасini ko'rganman. Tug'ilgan kunida yoki bir juda ham bir katta natijaga erishganda, ular o'z kuzatuvchilarini yig'ib, hammasini yig'ib, prям fan встреча qilishgan. Va xuddi shu paytda men o'ylab qoldim. Nahotki men hozir shu narsani qila olmayman. Nahotki men Toshkentdagi bir katta bir parkni arendaga olib, shu ishni qilib, hamma obunachilarimni yig'ib kelib bo'lsa, qanaqa bir aktivligimizni ko'rsatib qo'ymayman. Va to'g'risini aytsam, hozir men shu ishni juda ham seriozno o'ylayman va bu g'oyamni realizatsiya qilishimiz juda ham oson va yaqin, xudo xolasa. Prosta sizlar agar mana shu katta bir tuzovka qilsam, kirish umuman bepul bo'ladi. Kela olasizlarmi?